Navoiy shahrida narxi yengil bir xonalik xonadonimiz sotuvga qo'yilmoqda. Hurmatli kuzatuvchilar, to'g'rida Shirin madaniyat saroyi, bu tarafda Sanoat qurilish banki va kim biladigan bo'lsa, to'g'rida yana Aktan zapravkasi joylashgan. Navoiy yo'lidamiz. Xuddi shu yo'lda burchakda turgan mana bu 9 qavatlik domimizda 6-qavatida bir xonalik xonadonimiz narxi yengillashtirilgan holatda, savdolashtirilgan holatda sotuvga chiqarilmoqda remontlar bilan birgalikda. Ushbu xonadonimiz qulay lokatsiyaga ega bo'lib, to'g'riga o'tadigan bo'lsak, Prezident maktabi, 9 bozori va yangi bozorga chiqib ketish qulay hisoblanadi. Yo'l yoqasida joylashgan. Xonadonimizning ichki tuzilishini ko'rib chiqamiz. Marhamat. Asosiy kirish eshigidan boshlab tushuntiradigan bo'lsak, remontlar chiroyli holatda bo'lib turibdi. Keling, hojatxona qismini ko'rib o'tamiz. Marhamat. Deyarli yashalmagan desak ham bo'ladi. Mana, marhamat, yuvinish xonasi, vanna qismi va marhamat oshxona qismi. Oshxonani kengligi demak 5 metrga 2 metr tashkil qiladi. Oshxona ham kengligi anchagina yaxshi va bu yoqda kuxni garnitura o'rnatib qo'yilgan. Maishiy texnikalardan kir mashinkamiz, bu yoqda xolodilnik o'rnatib qo'yilgan burchakda. Bu jihozda kelishuvga asosan mana bu parda gilamlar qoldirilayotgan holatida xonadonimiz sotuvga qo'yilmoqda. Keling, asosiy xonamizni ko'rib chiqamiz va asosiy katta xonamiz bilan tanishib o'tadigan bo'lsak, ushbu xonamizning o'lchami taxminan 6 ga 3,5 o'lchamda. Demak, bu tarafda asosiy deraza romlari o'rnatib qo'yilgan, parda gilamlar qilingan va ko'rishimiz mumkinki, mana bu yerda mebellar ham o'rnatib qo'yilgan. Bu yoqda shkaflar mavjud. Bu jihozlar qoldirilgan holatida ushbu xonadonimiz mana shu chiroyli remont holatida 349 million so'm bilan sotuvga chiqaramiz. Juda ham zo'r narx bir xonali xonadon uchun. Oshxonasini ham ko'rib o'tdingizlar. Kattagina va asosiy katta xonasi ham 6 ga 3,5 razmerda ancha katta bo'lib turibdi. Bir xonali xonadonlar orasida menimcha ushbu o'lcham yaxshi hisoblanadi. Umumiy maydoni 50 metr kvadrat atrofida lokatsiyani ham inobatga olasizlar. Bu tarafda Shirin madaniyat saroyi va yo'l yoqasida turibmiz. Xohlagan manzillaringizga ushbu joydan borsalaringiz bo'ladi. Demak, ushbu bir xonali xonadonimiz narxi faqatgina naqd ko'rinishda savdo bo'ladi. 349 million so'm. Barakasiga yana ozroq o'tib beriladigan holatida sotuvga chiqarilmoqda. Pastdagi raqamlar orqali to'liq ma'lumotlarni olib, ushbu xonadonni kelib ko'rib baraka qilishlaringiz mumkin. Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'lsangiz, shunaqa yaxshi narxda xonadonlarni arzon narxda doimo ko'rib baraka qilishlaringiz mumkin bo'ladi.